O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tomonidan kuch tuzilmalari hamkorligida yangi O'zbekistonning vatanparvar ayollari shiori ostida ko'rik-tanlov o'tkazildi. Tadbirda harbiy xizmatchi ayollar, harbiy xizmatchilarning oilalari hamda mahallalarda faol xotin-qizlar ishtirok etdi. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida bo'lib o'tgan mazkur tadbir 5 shart bo'yicha tashkil etildi va jamoalar do'stona ruhda bellashdilar. Tanlovning asosiy maqsadi xotin-qizlarda vatanparvarlik, fidoyilik, mehnatsevarlik va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini mustahkamlash, ularning ijtimoiy faolligini oshirish hamda yurt taqdiri va kelajagi uchun daxldorlik hissini shakllantirishdan iborat. Tanlovda ishtirok etuvchi jamoalar harbiy qismlarda xizmat qilayotgan ayollar, harbiy xizmatchilarning oila a'zolari va mahalla xotin-qizlaridan iborat bo'lib, har bir jamoa 6 nafar a'zodan shakllantirildi. Tanlovni tashkil etish va nazorat qilishda Harbiy prokuratura, Mudofaa vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy gvardiya, Davlat xavfsizlik xizmati, Chegara va Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari mas'ullari hamkorlikda ishtirok etdilar. Bellashuv 5 shart bo'yicha o'tkazildi. Tanishtiruv, jamoalar milliy raqs, qo'shiq va she'rlar yordamida o'zini namoyish etdi. Vatan haqida she'r, vatanga sadoqat mavzusida ifodali she'r o'qish, milliy taom tayyorlash, osh damlash bo'yicha mahorat sinovi, savol-javob, tarix, davlat ramzlari va milliy qadriyatlarga oid bilimlar sinovi, sahna ko'rinishi, vatanparvarlik, milliy g'oya va ma'naviyat mavzusidagi teatrlashtirilgan chiqishlar namoyish etildi. Haddimiz tik tut ayol, alamlarni yut ayol. Men sening aziz joningni olaman. Jonga jon, qonga qon. Har bir shart 10 ballik tizim asosida baholandi. Natijalar adolatli va shaffof tarzda hakamlar hay'ati tomonidan baholandi. Tanlov yakunida g'olib va sovrindor jamoalar 1, 2, 3 darajali diplomlar hamda qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanishdi. Shuningdek, eng quvnoq jamoa, eng bilimdon jamoa, ijodkor jamoa, eng kuchli pazanda ayol nominatsiyalari bo'yicha g'oliblar aniqlandi. Bosh sovrin g'oliblik kubogi munosib jamoaga topshirildi. Bu tadbirda har bir shartimiz o'zgacha o'tdi. Menga eng yoqqani erkin mavzu bo'ldi. Bunda har bitta ayollarimiz o'zining ichki hissiyotini, talantini olib chiqdi. Men bundan juda xursand bo'ldim. Do'stona uchrashuv bo'ldi, tanishlar orttirdik. Biz bundan juda xursandmiz. Bizga bunaqa imkoniyatlar juda ko'p yaratilyapti. Bunaqa tadbirlarimiz juda ko'p. Xursandmiz. Shu o'rinda aytishim joizki, milliy armiyada xizmat qilayotganimdan faxrlanaman. Men bu ko'rik-tanlovga qatnashganimdan juda ham xursandman. Harbiy xizmatchining turmush o'rtog'i ekanligimdan juda ham faxrlanaman. Hozirda harbiy xizmatchilarga, ularning oila a'zolariga juda ham katta e'tiborlar qaratilmoqda. Biz bundan faxrlanamiz. Bugungi kunda men Toshkent kimyo xalqaro universiteti Samarqand filialida 4-bosqich talabasiman. Bunda mening turmush o'rtog'imning ham hissalari juda ham katta. Mana shunday harbiy xizmatchilarning oila a'zolariga berilayotgan e'tibor uchun davlatimiz rahbariga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Vatanimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Tanlov so'ngida tashkil etilgan maxsus konsert dasturi ishtirokchilar va tomoshabinlarda bayramona kayfiyat uyg'otdi. Ushbu tadbir ayollarning vatanga muhabbat, milliy qadriyatlarga sadoqat va fidoyilik hissini yanada mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etdi.